Turmushda ajragan bolali ayollarni turmushga olayotib bolasini tashlab ketishga majbur qilishadi. Ko'p ko'rgansiz shuni. Bunga eng achinarlisi ota-onasi ham mayli bolangni tashlab ketaver, o'zimiz qaraymiz deydi. Nima uchun? Nima uchun bu ayol bolasidan voz kechib turmushga chiqish kerak? Menga shu juda ham og'riqli-da. Mana shu erkak bu ayolni olyapti, o'zida ham balkim bola bor. Nima uchun bu bolani, erkakni bolasiga qarash kerak, o'zinikini tashlab kelish kerak? Nima ayol kerak, bolasi kerak emasmi? Yoki bu bolani birorta gunohi bormi? O'zi otasi tashlab ketgani yetar, endi ona ham tashlab ketadi. Yana aytaman, eng achinarlisi bunga jamiyat ham oddiy qaraydi. Turmushga chiqib ketdi, bolasini ota-onasi katta qilyapti deb. Yo'q, agar erkak sizni sevsa, bolangiz bilan qabul qilsin. Bo'lmasa bunaqa erkakka turmushga chiqmang. O'zingiz kerak, farzandingiz kerak bo'lmasa, yaxshisi turmushga chiqmang. Inson yaxshi ko'rsa, farzandi bilan yaxshi ko'radi. Buni ikkinchi tomoni, farzandini tashlab kelgan ayol baxtli bo'la oladimi? Shu